Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Kelgan hayitlar bilan tabriklayman. Aytdi onamlar o'tiribdilar. Birin duo qilib qo'yasiz. Ilohim. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin, yurtlarimiz tinch, xonadonlarimiz obod bo'lsin. O'zgaga umri iymonda, islomda, salomatlikda, imonimiz tanimiz sog', rasulimiz nur bo'lib, o'zgaga o'g'il qizlar rohatini ko'rib yurishligini. Yurtlarimiz tinchligida shunaqa tuhfa hayit kunlarning 100 tasini Alloh bergan qancha hayit bo'lsa, shuncha hayitini dunyo turguncha turadigan zurriyotlarimizga ham nasib etishligini Alloh o'zi nasib etsin. Hamisha boshimiz sajdada, qalbimiz Allohda, qo'limiz Qur'onda, imonimiz bulut bo'lib, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu dunyoda shafaat qilib jannat eshiklari ochilib, payg'ambarimizning diydorini, Alloh taoloning diydorini ko'rishlikni har bir musulmon inson borki, hammaga ko'rishlikni Alloh o'zi nasib etsin. Alloh qahridan, g'azabidan o'zi asrab, bu dunyoda yashamoqlikdan niyat, bu dunyoni obod qilish ekan. Demak, bu dunyoda rohatda, bu dunyoda jannatga kirishligini har bir bandaga nasib aylasin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Jamiki azoblardan o'zi asrab, faqat rohatda, farovatda, tinchlik, salomatlikda yurishlikni har bir bandaga nasib munavvar aylasin. Siz ham bizning baxtimizga sog' salomat bo'lib, iloyim bizga duogo'y bo'lib, umidvor bo'lib, har doim bizga umidvor bo'lib, bizning baxtimizga sog' salomat bo'lib, mana duogo'y o'tiringlar. Qo'shilganlar bo'lsa, amin deb qo'yasizlar.